Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Bugungi videoroligimizda biza Dominik Szoboszlaining 84 reytingli kartochkasini obzor qilamiz. Obzorimiz bugun juda ham bomba bo'lishi ehtimoli bor. Dominik Szoboszlai, o'zingizlar ham bilasiz, Liverpoolda juda ham yorqin o'yin ko'rsatyapti. Hozir Premier Ligada juda ham yaxshi performansda va jarima zarbalarini juda ham ideal tepadi va biz uni bugun o'yinda o'zini qanaqa tutishini ko'rib chiqamiz. Xo'p do'stlar, Mets bilan o'ynaymiz. Birinchi debyut o'yin uchun bu juda ham yaxshi. Chunki bu debyut o'yin. Hozircha Dominik Szoboszlai yaxshi boshladi o'yinni. Hozir top Dominik Szoboszlaida. Szoboszlaidan Viniciusga pas, Viniciusdan yana Szoboszlaiga va Szoboszlai zarba gol. Debyut o'yinda va tezkor gol bilan hisobni Dominik Szoboszlai ochdi. Xo'p, Kolinga pas, Kolin Hakimi olib qo'ya olmadi. William Saliba hozirda pressing qilib bormoqda va Virgil van Dijkdan hozir xatolik ketardi. Tilimga gap kelmay qoldi shu joyda. Yonimda bo'layotgan ovozlarni o'zingizlar ham bilasizlar. Men har doim videolarimni ko'chada olaman. Lekin bugungi videoyimga men umuman ovoz bermadim va ovoz bermadim emas, video olayotgan jarayonimda ovoz bermadim. Bu ovoz berish jarayoni videodan keyingi holat va zarba gol. Videodan keyingi holat bo'lyapti. Xo'p, hozir like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar bu eFootPro kanalimga. Chunki men endi shorts bilan emas, katta video bilan ko'tarilmoqchiman va do'stinglarga ham ulashib qo'yinglar bu videoni. Kommentariyada har doimgidek o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Bu men uchun juda ham muhim. Xo'p, Federico Valverdedan pressing, Erling Haaland, Szoboszlai, Dominikda to'p va zarba gol. Dominik Szoboszlai bugungi o'yinida dubl qayd etmoqda. Juda ham yaxshi performans ko'rsatyapti hozircha. Keyingi o'yin o'zingizlar ham ko'rganinglardek PSJga qarshi. PSJni o'zingizlar ham bilasizlar, juda ham kuchli tarkibi bor. Faqat darvozasi Safonov ham lekin hozir juda ham zo'r o'yin ko'rsatyapti. Lekin hozir undan oldin hujumimizni ko'rib olamiz va o'zingizlar ham ko'rganinglardek, Vinicius Junior Dominik Szoboszlaining pasi bilan gol qo'lga kiritdi. Dominik Szoboszlai esa assist qildi. Xo'p, har doimgidek aytayotganimdek video ovoziga e'tibor bermaysa, kech qolayotgan bo'lsa yoki oldinlab ketayotgan bo'lsa, chunki bu ovoz videodan keyin olingan. Nima deyapman? Hozir like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. 600 nechta bo'ldik? 670 taga juda ham oz qoldi. 6 ta obunachi qoldi. 1k ga esa juda ham oz. Nimaga juda ham oz deyapman? Chunki hozir umuman reaksiya bermayman. Chunki bu juda ham oddiy gol bo'ldi. Nimaga juda ham oz deyapman? Chunki meni katta videolarim birdaniga rekachib ketadigan bo'lsa, bu juda ham yaxshi bo'ladi va menga obunachilar yig'ilishni boshlaydi. Hozir Muhammad Salohdan hujum va save, juda ham zo'r save va out. 5-0. Xo'p, Muhammad Saloh Szoboszlaiga Haalanddan pas va noaniq zarba bo'lsa ham baribir juda ham yaxshi o'yin ko'rsatyapti hozir Szoboszlai. Hop, Salibadan Erling Haalanddan esa Trivela uslubida gol ko'ryapmiz. Yana bitta gap, keyingi safar yana Dream Liga Soccer haqida video chiqadigan bo'lsa, qaysi futbolchini obzor qilib chiqaray. Buni kommentariyada yozib qoldiringlar va men har bir kommentariyaga shaxsan o'zim javob beraman. Va
Hop, Erling Haalandda to'p. Erling Haaland zarba, gol 7-0. Juda ham xorlanib ketdi bu klub. Shuning uchun men sirazi keyingi o'yinga o'taman. Ko'rib turganingizdek 9-0 Dominik Szoboszlai 10 ball. Hop. Oxovicha Kvaratskhelia bizning transfer listimizga kelib qo'shildi va yana bitta o'yindan keyin Dominik Szoboszlai haqida o'zimning fikrimni bayon qilaman. Xo'p do'stlar, mana Old Trafforddagi o'yinimizni ham boshlab oldik. Hop, Pedridan pressing, Pedri olib qo'ydi. Kylian Mbappedan Dominik Szoboszlaiga, Dominik Szoboszlai Lucas Hernandezga to'pni oldirib qo'ydi. Desire Doué Menga shuni o'tkazmadi. Dominik Szoboszlaida hozir to'p. Dominik Szoboszlaidan zarba va noaniq. Xo'p, Safonovdan to'p kiritib berildi. Do'stlar, to'g'risini aytadigan bo'lsam, men hozir sizlarga faqat highlight joylarini qo'yib bermoqchiman. Xo'p, Nuno Mendeshdan Jude Bellinghamdan Kylian Mbappega shaxsiy klub uchun gol uradimi? Albatta gol uradi Kylian Mbappe. Xo'p, hozir Muhammad Salohdan hujum va Jude Bellinghamdan zarba va Safonov qaytardi. Hop, Szoboszlai uchun bo'lishi kerak edi bugungi video, lekin Szoboszlai ko'rinish bermayapti. Har doimgidek yana highlight joylardan davom etamiz. Xo'p, Alisson Beckerdan Jo'nevishga pas bo'lib ketdi va Jo'nevish mixladi. Jo'nevishdan gol. Kylian Mbappedan hujum va zarba gol. Kylian mixladi. Kylian Mbappening o'rniga Erling Haaland tushirdim va Erling Haaland ham gol urdi. Tushgan zahoti. Xo'p, Mayuluni tushirdi Zaire Emery'ning o'rniga Luis Enrique va hop, hozir yaxshi o'yin ketyapti. Oxirlarini ko'rsatib ham qo'yaveraman sizlarga. Hop, João Neves Nevesdan Marquinhos to'pni oldirib qo'ydi. Mayulu Barkolyadan pas Fabian Ruiz va Dembele ham oxirida mixlab ketdi. Xo'p do'stlar, Dominik Szoboszlai haqida fikrimni aytadigan bo'lsam, normalniy o'rtacha puliga 75% arziydi. Xo'p do'stlar, bugun sizlar bilan Mayfut Pro bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.